Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar, hormanglar, charchamayapsizlarmi? Keyingi darsda davom etamiz. Demak, keyingi darsimiz present perfect zamoni. Present perfect nima degani? Bu present hozirgi, perfect degani bu yerda tugallangan zamon bo'lib, biz bu zamonni o'tmishda sodir bo'lgan va natijasi hozirda ko'rinib turgan ishlarga ishlatamiz. Hozirda ishlarda foydalanamiz. Misol uchun nima degani bu? Shu o'tmishda nimadir ish qilgansiz, o'shani aytayotganda. Lekin past simple bilan ikkalasi bir-biriga juda o'xshash. Farqi nimada? Past simple'da aniq vaqt aytiladi, lekin present perfect'da aniq vaqt aytilmaydi. Farqi shunda. Men allaqachon yo hozir deb aytadi, lekin aniqini aytmaydi-da. Mana shu joyi muhim. Qilib qo'ygan ishinglarni aytayotganda aytasizlar. Foydalanasizlar. Misol uchun, "Men bunaqa qilib qo'ydim, unaqa qilib qo'ydim, bunaqa qilmadim" deb aytayotganda. Xo'p. Qoidasi qanaqa? Darakabi positive ega have va has fe'lning uchinchi ustuni yoki ed. Fe'l usti bilasizlar. O'sha natural fe'l jadvalida uchinchisi va object. Gap shunaqa. Misol uchun qanaqa gap tuzib ko'ramiz. Oldin pozitivni men shunday sarq qolay. Xo'p. Men aytaman, bitta kaltuzani yozib ketay hozir. Already bu allaqachon degani. Allaqachon qilib qo'yganman deydi, shunaqa. Just hozirgina yoki yet hali emas degani. Buni hali qilmadim, hali qilib bo'lmadim degan paytda. Demak, shu already'ni ishlatib gap tuzaman. Misol uchun mendan onam so'rasa, uyga qildingmi desa, men allaqachon uyga qilib qo'ydim deb gapirayotganda ishlatsa bo'ladi. I have already. Mana shu kalit so'zi just bilan already kalit so'zi have bilan has'dan keyin qo'llaniladi bu yerda. I have already do degan fe'l uchinchi ustuni done my homework bo'ldi. I have already done my homework. Men allaqachon uyga qilib bo'ldim deyapman. Yoki aytaman, men hozirgina ovqatlanib bo'ldim desam, I have just eating uchinchi shakli nima? Eaten. I have just eaten my lunch deyman. Men hozirgina obedimni yeb bo'ldim deyapman. Aytib qilgan ishlarni aytayotganda ishlayapman, sezayotgan bo'lsanglar. Tak. Inkor gapi qanaqa? Negativ. Ega have has not fe'l uch yoki edi va albatta to'ldiruvchi. Negativni biz qizilga o'tkazamiz. Mana va davom etamiz. Misol uchun aytaman, endi 7 ishlatib ko'raman. Mana bu 7 degan kalit so'zni ishlatgandik-ku. O'sha 7 hal qilib bo'lmadim deb aytib ko'ramiz. Misol uchun uy ishlaringni qilib bo'ldingmi deb so'rasa, men qilib bo'lmadim deyman. I have not, buni qisqartirib haven't desa bo'ladi. I haven't done my chores yet deyman. Men hali uy ishlarimni qilib bo'lmadim deyapman. Yoki-da aytaman, u qiz bolani u hali ovqat pishirib bo'lmadi deyman. She hasn't has not qisqartiryapman. She hasn't cooked. Cooked uchinchi shakli yo'q, desanglar. She hasn't
cooked her meal yet deyman. U hali ovqatini pishirib bo'lmadi deyapman. Endi savol shakli qoldi. Question. Savol shakli qanaqa? Birinchi have yoki has. Keyin ega, keyin fe'l uchinchi ustuni yoki ed. Noto'g'ri fe'llar jadvalda bor. Murphy'da 216-betda. Va object to'ldiruvchi. Question mark davom etamiz. Xo'p, buni yashirlaydi. Yes. Aytaman. Misol uchun qo'shiq eshitib bo'ldingmi? Sen hozirgina qo'shiq eshitib bo'ldingmi deb so'rab ko'raman. Have you just listen degan fe'lning ham uchinchi ustuni yo'q. Have you just listened to music? Sen hozirgina qo'shiq eshitib bo'ldingmi deyapman. Yokida uni aytaman, o'g'il bola deb. U allaqachon futbol o'ynab bo'ldimi deyman. Has he already played football? Has he already played football? Mana, u allaqachon futbol o'ynab bo'ldimi deyapman. Ko'ryapsizlar, aniq vaqt yo'q. Allaqachon, qachon bilmaymiz. Allaqachonligini aytyapmiz. Faqat aniq soat 4da, 3da deb ayta olmayapmiz, chunki aniq vaqt kerak emas bizga. Bizga qilingan ishning natijasi kerak. Bo'lgan ish sodir bo'lgan bo'lishi kerak. Bo'ldi. Demak, present perfect tushuntira oldim deb o'ylayman. Ya'ni aniq vaqt aytmayapmiz, siz aytgan bo'lsangiz. Mana, savol shakli have, has plus subject plus verb 3 or ed va to'ldiruvchi. Negativda ega have, has not yoki haven't yoki hasn't desa ham bo'ladi uni. Fe'lni uchinchi ustuni yoki ed qo'shamiz. Agar noto'g'ri fe'l bo'lsa, fe'lni uchinchi ustuni, agar to'g'ri fe'l bo'lsa, ed qo'shamiz. Va to'ldiruvchi. Darak kabida ega, have, has, fe'l 3 yoki ed va to'ldiruvchi. Kalit so'zlar yotib olinglar. Already allaqachon, just hozirgina, yet hali emas degani. Demak, present perfect hozir tugallangan zamon bo'lib, biz bu zamonni o'tmishda sodir bo'lgan va natijasi hozirda ko'rinib turgan ishlarda foydalanamiz. Ya'ni natijasi ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Nimadir ish sodir bo'lgan, natijasi bizga ko'rinib turgan bo'lishi kerak. Past simpledan farqi ham shunda. Dars tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.